Ya bugün vaqtim yo'q. Bozorlik qilyapman. Iftorlik qilib berishim kerak. Bo'ldi aka. Mana. Rahmat. Nega aytmay bo'ladi? Ama bozorlik qilib qo'ydim-ku. Voy, nega unaqa ish qilasan-la? Bo'pti. Ashta og'iz ochib qolaman. Bolaman, bolajonim. Assalomu alaykum onajon. Bolam, og'zingni ochib oldingmi? Ha, og'zimni ochib oldim. Uyga kelmaganingga xavotir olgandim. Issiqni ovqatla yedingmi? Nima yeding? Men ovqatlanmaman, ona iftorlik qotuvdim. Ha, stiloyda issiqni somsiyamman ona. Sizlar ovqatlanib oling. Xo'p, bolam, kech qolmay vaqtliroq kelgin, bolam. Rahmat ona, xo'p. Boya narsalarimni mashinaga solib chiqib beruvding-a? Ha, men ortdim aka. Yurga sanda ish bor. Tinchlikmi aka? U bu xatolik o'tdimi menda? Narsalarni aravangga ort. Hop aka. Bitta yaxshi ovqat xarajati bor. Uyga borganda onaxonga yaxshi ovqat qilib berib duolarni ol.